Sure Kaf tercümesi birinci ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Kaf şereflik Kur'an bilen qasam qilaman. Belki ula yani müşrikler öz içinden ulağa bir agahlandırıcı kelganligidan ajablendi. Kafirler aytdi: bu qiziq ishdir. Biz ölüp topu bulup ketkendan keyin terilip ilgirki altimizga qaytamdiq. Bunda qaytish aqldan yiroqdir. Ularni zaminning kemaytkinidan, yani ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz bor. Belki ular bo'lsa o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymaqon holatidir. Ular osmonni qandoq turiksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qandoq yuchuq yo'qligiga qaramamdi. Zaminni to'g'risiga va uzunisiga so'zib keng yaratdik. Zaminda uning tavrab ketmaslik uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini aslatish uchun shunday qildik. Kökten, bulutdan bereketlik suvni tushirdik. Uning bilan bog'larni va ochliqlarni, egiz o'sgan mevaları sanjiq-sanjiq bo'lib ketgan xormalarni o'stirdik. Ularning hammasini bandilarning rizqi uchun o'stirdik. U suv bilan o'lik, ya'ni qaqas zaminni terildirdik. Ölüklerinin terilişimi şununla o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarni inkar qilganlar Nuhning qavmi Ras aholisi, Samud qavmi, Ad qavmi, Fir'aun, Lutning qarindoshlari, Ayka aholisi, ya'ni Shuayb qavmi, Tubba qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Şunun bilen mening azabım ularga tegishlik bo'ldi. İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'achqa o'lgandan keyin terildirishdimi ojizlik qilmaymiz. Ular yeniden yaratılışqa, yani kıyamette terildirishga qarata gumandıdır. Biz hakikaten insanı yarattık. Biz onun könglige kelganini bilamiz. Biz onun can tomiridan mı yaqinmiz. İnsanның o'ng tarafida ve sol tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. U qandaq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. Ölümning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. Sur chelinadi. Ani shu kuffarlarga azab va'da qilingan kundir. Her insan mahshargohga keladi. Uning bilan uni mahshargohga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguchi ikki farishta birga keladi. Uningga: ey inson, dunyodagi cheg'ingda bu ig'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tirib Bugün közün ötkürdür deyildi.
uningga muakkal farishta mana bu nomi amal oldimda tayyordir deydi. Alloh taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'sqichi, haddidan oshqichi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni shirik qilguchi har bir kofirni davzaqa tashlanglar, uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Uning hamrohi bo'lgan shayton Rabbimiz men uni ozdirmadim, lekin u o'z ixtiyori bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi deydi. Allah mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozir foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qilguvchi emasman deydi. U kunda biz jahannamga to'shdingmi deymiz. Jahannam yoni bormi deydi. Cennet taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning taatiga qaytquchi, amrini saqlag'uchi har bir banda uchundir. Kimki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilguchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar, bu mangu qilish kunidir deyiladi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni şu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki va'zi nasihatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta va'zi nasihat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Rabbingga tasbih aytgin, hamd aytgin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. Nida qilg'uchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nida qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni elib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qitimliq surni anglagan kun ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va terildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlaridan tiz chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgin.